Aka bonus qilaymi? Mana Hammasini olaman deganga 3 oylik qo'zimiz bonus. tushunam. O'zini ham sotilaveradi. Endi necha oylik? Necha tish deganim? 2 tish. 2 tish ekan. Assalomu alaykum, Jabbar Optim kanalining ashaddiy muxlislari. Chorva ishqibozlari mana bunday qo'zi qo'y va bo'g'oz, arashan sog'liq ishqibozlari. Bugun Tursunboy aka, Hoji akamizning qo'ralariga 17 bosh bir partiya qo'yimiz kelgan. Ko'rib turibsizlar, qo'ylar sumbulidan, haqiqiy chiroylisidan kelgan. Bugun hafta kuniga shanba 8-noyabr To'raqo'rg'on tumani Sariyoq qishlog'idan, Namangan viloyatidan videoni olib boryapmiz. Akalar, videodan uzoqlashmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Qo'ylarning narxi va yoshlari, necha oylik bo'g'ozligi to'liq ma'lumotlarni berib boramiz va qanaqa zotidan. Qo'yni ko'ring, ajalidan kelgan sumbul. Uylanmagan bo'lganda uylaverardim. Qo'yni ko'ringlar, tozasidan kelgan. Hazil-hazilu. Azizbek qo'ylarimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Jimsiz? Qo'ylarimiz nech bosh? Aka 17 bosh. 17 bosh. Bugun jami chiqarilishimiz 50 bosh qo'y chiqadi. 50 bosh chiqadi. 50 bosh chiqadi. Sotilib ketibdi, bo'lmasam ko'proqda bugunga. 150 bosh oshig'ida aka. Bir fura kelganda hamma sotilib ketdi. Aka, endi bu necha oylik va necha yoshdan va necha yosh, nima deydi, necha oylik bo'g'oz? Hop, aka bularni yoshi 2 tishdan 6 tishgacha. 2 tishdan 6 tishgacha. Hop. Bo'g'ozligi eng kecha 2 oyda tug'adi. 2 oyda tug'adi. 2 oyga ham bormaydi. Eng ettasi aka endi bilmaymiz 2-3 kunda tug'ib qoladi deyapsiz aka. 2-3 kun. Mana bular o'zi yaqinlashib qolgan mana. Yurishi ham yiqqat xotirlarga o'xshab sekin yuradigan bo'lib qolgan. Ko'rib turibsizlar, qo'ylar haqiqiy ajal. Endi Azizbek, ash qo'ydi ko'raylikchi tishini. Yoshmi aka? Ko'rib turibsizlar, toza arashan. Bunaqa zotga boqaman deganlar uchun ham o'zini ham sotilaveradi. Endi necha oylik? Necha tish deganim? 2 tish. 2 tish ekan. Aka bu seleksiyadan chiqqan. Seleksiya. G'ayrat aka degan akamiz bor. Aha. Shundan kelgan aka, buni o'zi yakka. Yakka kelgan, lekin obunachilarimiz uchun 16 tasini olaman degan uchun ketadi-ya. Ketadi aka. Sizlarga bu bonusga ketar ekan. Seleksiya. Seleksionerlar o'zi tushunadi, qo'ydi qanaqaligini. Bu hali yosh ekan. Yana o'sadi-ya bu. Aka bu biz mo'ljalimiz 1 metrga chiqadi bo'lyapmiz. 1 metr. Ha, hozir bo'yi chunki 87. 87. 87. Bular hammasi o'lchab ko'rilgan. Hammasi Lekin o'lchangan. o'lchab Azizbek aka bitta qo'y bonusgami? Bitta qo'y bonus. Bonus bomba bo'ladimi bugun? Bomba bo'ladi aka. Qanaqa u kichkina mayda qo'yib berasizmi? Aka Qirg'izistondan kelgan. Aha. 3 oylik qo'zi. 3 oylik. 3 oylik. Qo'chqor berasiz faqat. Qo'chqor aka. Qo'chqor. Qo'chqor. Aka 3 oylik qo'zi bo'lgan buni aka bo'yi 60 pilis. 60 pilis. 60 pilis. Gap yo'q. 17 tasini olamiz deganlar uchun. Hop, bitta qo'zimiz bonus. Aha. Aka yana bitta bonusi O'zbekiston xohlagan jeytiga dastavkasi bor. Uyi bo'lsa bo'ldi. Gap yo'q. bo'lsa Bor baraka akalar, bunaqasi bo'lmagan. 17 tasini olamiz deganlar uchun ko'rib turibsizlar, qo'ylar ham o'ta ideal sostenada. Faqatgina bugun nima deydi? Yaxshi ulug' kunligi uchun, bularga bayramlik uchun bitta qo'ydi. Nimaga bo'lsin, nima? Shuni olgan odam uchun bonus bo'lsin deyaptilar. Akalar, videoni yo'qotmasdan kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib turasizlar. Obuna bo'lishni unutmanglar. Jabbar Optim kanalini yo'qotib qo'ymaslik uchun qo'ng'iroqchasi tugmasini bosib qo'ysalaring yaxshi bo'ladi. Akalar, qo'ylarimizni ko'rib turibsizlar, ideal sostenada. Nima deydi? Hammasi bo'g'oz. Bo'g'oz chiqmasa, odamgarchilik yuzasidan qo'ylaringni olib kelasizlar yoki o'zimiz olib kelamiz, alishtirib beramiz. Bo'g'ozidan. Xudo xolasa, akalar, yeb tushishiga garantiya necha kun? Aka o'zimiz ham o'tkazdik. Aha. Hop 3 kun turdi qo'ylar, yeb ichishi sinovdan o'tdi, o'zlarining uylariga borishadi. 3 kun. 3 kun. 3 kun. 3 kun. 3 kun yeb ichishiga 3 kun garantiya, lekin qo'yni tug'masligiga hali tug'maguncha bular qo'y shular. Qo'y bizniki aka.
Qo'y shularga. Akalar qo'ylarni ko'rib turibsizlar, oyoq qo'li uzun, ko'pchilik adashadi. Qo'y olishda ham mana bundaqa mana bundaqa uzun qo'y tanlashni ko'pchilik bilmaydi-da, masalan. Bitta ikki olmagan odam bo'lsa, oyoq qo'llari uzun, nima deydi? Ko'ti boshi tekis qo'y olishni bilish kerak-da. Qo'ylarimiz mana xuddi sizlar izlab yurganda sostoyanida bo'lib turibdi mana. Keyin aka bitta gap, men qo'ylarimiz ozgina, Aha. bitta jichcha nimaroq. Agar yaxshilab yemini berilsa, ekoy boqsa, 6,5 dan olib bizdan biz 7 milliondan olaveramiz aka. Olaverasizlar. Olaveramiz. Ammo qo'ylar o'zi bu shunchalik bo'lsa kerak, bundan ortiq semirmaydi, Azbek. Qo'ylar ozg'in deyapsiz-ku. Qo'ylari yaxshi edi. Bizga keladi, ketadi biz. Ya nima qilgani vaqtimiz ham bo'lmaydi. Keyin raskot bo'lsa, oshiqcha raskot bularga. Bu qo'ylar haqiqiy toza qirg'iz Arashan. arashan zotidan-a. Qayerdaki? Azbek toza arashan-a bular. Aka. Keyin video davomida aytib o'tib ketamiz dedik. 3 ta Edilboy bor aka. 3 ta Edilboy. 3 ta Edilboy. Bularni o'lchab ham ko'rsatib beramiz-a, bitta balanti bilan bitta pastini. Xudo xolasa. Ko'z kuzatib turasizlar. Azbek tezlashtirib yuborasiz. Akalar mana o'lchayapmiz, necha chiqyapti? 92, 93 chiqyapti. Mana. Ko'rib turibsizlar? Qo'y. Dial sostenada. Eng balanti bu, eng pastini ushlaymiz, Azbek hozir. Pasti bitta aka. Ushla. O'rtachasini ushlaver. Yo'q, eng pastda, eng o'rtachasidan. Hop. 85 plus. Necha ko'ryapmiz? Mana aka, o'sha aytgan qo'yim 83 degan qo'yim shu. 83 degan qo'y shu. 83 degan qo'yim shu. Endi orqangizdan qo'yni ushlang. Qo'yib yuboring buni. Ushlang. O'rtachasiga. Ko'rib turibsizlar 85, 86. Nima deydi? Uzoqdan bo'lsalaring, boshqa mamlakatda bo'lsalaring, Rossiya, Koreya, nima deydi? Amerikada bo'lsalaring, xotirjam telefon ostiga yozaverasizlar, nomer qo'yib qo'yamiz. Telegramdan, WhatsAppdan qizig'i yo'q. Ijtimoiy tarmoqlardan, nima deydi? Platformalardan videolarni jo'natamiz. Ko'rib olasizlar. Azbek, nima deysizlar obunachilar uchun? Hop aka, buni bilkasi, men ham Jizzaxdan kelib bilkani nima qilib olaveraman degan akalar uchun. Bu bilka Qirg'izistondan boshqa joyda yo'q. O'zbekistonda ham bor, buni uzunchog'i bo'ladi. Aha. Uzunchog'. Bu bilka faqat Qirg'izistonda uriladi. Qirg'izistonda. Buni ko'rib turibmiz, bitta ikkita qo'ylar o'ng quloqda qizili ham bor ekan, ko'ki ham bor ekan. Nima uchun urilgan? U cho'ponlar qo'yini adashtirib qo'ymasligi uchun ag'da o'zida urilgan. Ag'da o'zida urilgan. 1000 ta 2000 ta qo'y bitta bo'lib yuradi deydi. Aha. Shuning uchun adashib qolmasin deb qo'yilgan. Bo'ldi, tushunarli. Akalar, aloqa chiqarasizlar 6,5 ming so'mdan. Hop, bitta 3 oylik qo'chqori bilan, masalan, nima deydi? Qo'chqori bilan sizlarga bonusga ketyapti. Biz ikkinchi partiyani olib chiqamiz. Videoni yo'qotmasdan like tugmalarini bosib, kommentariya yozib qo'yasizlar. Akalar, mana ikkinchi partiyamiz chiqdi. Ko'rib turibsizlar. Hammasi sog'liq. Ular xudo xolasa yengil bo'ladi. Azbek, bu qo'ylarimiz bo'g'ozmi? Bo'g'oz aka. Nechtish? Yelimni ham ko'rsating. Hop aka, mono qo'yimiz. Qo'zi, mana shuni aytib beraylik, eng yaxshi shu qo'zi. Ha. Qolgani 2 dan 6 gacha. 2 tishdan 6 gacha. Ha. O'zi eng zo'r haligi sostenasi 6 tish bo'ladi, 6 tish bo'ladi aka. Eng pik darajaga chiqqani 6 tish bo'ladi. 2 tishlari yosh bo'ladi. Nima deydi? Lekin ular ham yaxshi emas. 6 tishgacha zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Ko'rib turibsizlar, qo'ylarimiz nech bosh? Hop, bu yerda 10 bosh. 10 bosh, ha? 10 bosh. Qo'yda hayda baring orqadagini. Akalar, kuzatib turasizlar, qo'ylarni bo'yi ham, joyi ham hamma yo'q kelishgan. Chiroyli sostenada. Azbek, bularni bo'yi va narxlari. Hop aka, bularni bo'yi eng past 80. Eng past 80. 80. O'lchab ko'raylik, kenglar. Hop. Shular. Bitta balantidan aka. Farqi yo'q. To'qson chiqdimi aka?
88. 88. 88. Bu narxini eshitishadi endi. Akalar, videoni yo'qotmasdan kuzatib turasizlar. Puli o'ta arzon va yengil bo'ladi, xudo xolasa. Azbek, bularni narxi nech bu? 10tasi bir joyga ketaman desa. Aka, bo'lishini aytaymi yo tepadan kelaymi? Yo'q, oxirgi bo'lishini ayting. Aka, oxirgi bo'lishi 5 million 500 mingdan. 5 million Jobbo 500 ming so'm. Optimdan chiqdi deyishsa 5 million 300 ming so'mdan. 5 million 300 dan. 5 million 300 dan. Jabbar Optimdan chiqdim desa yana nech pul? Undan ortiq aka. Iye, bor ber aka. Mayli aka, Akalar. shuni puldan tushmayman aka, O'zbekiston bo'ylab dastlabki. O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab. Qoraqalpog'iston. Aka, Chegarasi O'zbekistonda bo'lsa Ha. bo'ldi, bo'ldi. Yo'li bo'lsa, xudo xolasa yetkazib olib borib beramiz. Qo'ylar ko'rib turibsizlar, ideya asosida 5 million 300 ming so'mdan mana bunday sog'liqlar hech qayerdan topa olmaysizlar. Bozorda ham bermaydi. Ko'rib turibsizlar, hammasi bo'g'ozlar. Hammasi bo'g'oz. Bo'g'ozini ko'rsatasizmi aka? Mana bu qo'ylarni lapillab turibdi aka. Va yelini ko'rib turibsizlar. Yelini chiqib qolgan, yaqinda tug'adi mana shu qo'ylarimiz. Yelini ko'rayotgan bo'lsalaring, kommentariyga yozib qo'yinglar. Mana katta qo'yimiz ham 6 tishli qo'yimiz ham mana yelini hisob yotibdi. Xudo xolasa hammasi bo'g'oz. Aka, nima sababdan ozdan qo'ydi degan akalarimiz uchun endi birinchidan o'zimizga yengil kelgan aka. Aha. Keyin buni 6 million deb 5 milliondan sotsak ham u bo'lmaydi aka. To'g'ri. Ha, 6 milliondan agar kuchim yetmas ekan deb akalar o'ylanib qolishmasin, 5 million 300 mingdan. 5 million 300 ming so'm. Lekin to'rdan balandga ham ishimiz bitmaydi. İşimiz bitmaydi. Tushunarli. 5 dan tepaga chiqishadi, ishimiz bitadi. 5 million 300 ming so'mdan 5 milliondan tepaga chiqsalaring ishimiz bitadi deyapti. Endi o'zlaring chiroyli muomala qilsalaring 5 millionga ham berib yuborish mumkin. Qo'ydi qarang, cho'tkiligini. Arashan. Bu yerda Edilboy ham bor ekan, ikkita. Dilbo'yi boy 2 yosh. Mana shu bilan o'g'li. Ko'rib turibsizlar. Arashan va Edilboyga qiziqadiganlar uchun ajoyib sovg'alarimiz 5 million 300 ming so'mdan. Kamiga o'zlaring kelib ko'rsalaring baraka ustida yana tushib berishar ekan inshaalloh. Bo'lmasam Azbek yana bormi partiyamiz? Aka, partiyamiz bor, kashtallardan bor. Kastallarda ko'ramiz hozir, xudo xolasa. Bitta qo'chqorimiz bor. Bitta qo'chqorda ham qo'yamiz oxirida.